Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yil 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjamboy. Avtori Nur Rozi. 9-bob Terek Bostandagi nikoh. Opal, Qumbaq kenti. 1931-yil yoz. Baqaxun bilan To'xtxon aslida kuzlik hosillarni yig'ilib, putqullarni bo'shatgandan keyin ondan Muhammadxon boyning oldiga qizi Ayshamgulni o'zlariga kelinlikka so'rab ta'zimga bormoqchi edi. Shu g'am bilan aldirash tayyorlik qilishga kirishib ketishdi. Lekin mana mushundaq aldirash qaynoq kunlarda palonchi pokonchilar Muhammadxon boyning uyiga uning qizini kelinlik so'rab elchi kirgizibdimish degandek mish-mish gaplarni to'la anglab, ko'ngillari g'ash bo'lib qilishdi. Bo'lmabdi, bizmi borayli. Ayshamgul boshqalarning qo'li tushib ketsa, voy xudoyim, u chaqda Anjamboy bilan uningga avval bo'ladi. Keyin ichini uvlab, levin ishlab qolganning foydasi yo'q. Shunga bu to'y ishiga balduroq tutish qilayli. Muhammadxon boyning oldiga ta'zimga borayli. Qizi Ayshamgulni kelin qilib olish orzuyimizni izhor qilayli. Qiz cho'ng qilgan odamningmi o'ziga tushtoq gapi bo'ladi. Har qanday sisiq gap, ahanat, haqoratlarni anglasaqmi mayli. Chidayli, hammaga chidayli. Ayshamgul bizga kelin bo'lib kirsalar, balalar muradlariga yetsalar, biz shuningga rozi, shuningga xo'sh. Ular shundaq maslahatga kelgandan keyin Ayshamgulga choy ichirishning tayyorligiga kirishdi. Bularning oldida elchi kirgizib, mish-mish gapi chiqqan heliqi kishilarmi bo'shan odamlar emas edi. Mili bor, amili bor, katta boylardan edi. Ularning qaysiga ma'qul bo'ldi, texi bilib bo'lmaydi. Ularning mayli qaysi bilan bo'lsin, o'zanga so'qishtirish mumkin emas edi. Shundoq bo'lsa-mu, mayli. Amalni, mol dunyoni biz tushadigan Ayshamgulning ko'ngli biz tarafda. Ko'ngilning oldida amal, mol dunyo deganlar nima edi? Hech nimga arzimaydigan quruq nom so'lat. Borayli. Bir-biriga telefon atgan ikki yurakka uvol qilmayli. Muradlarga yetkazayli. Ular alohida dasturxon rastladi. İşimiz o'ng'i tartsin deb qutlug' kunga juma kunini tanladi. Baqaxun dal shu kuni juma namozida yinib, imom, ma'zin, jamoatlar bilan billa Muhammadxon boyning uyiga bordi. Qizini kelinlikka so'rab ta'zim qildi. Muhammadxon boy ochiq chiroy qarshi oldi. Obdan mehmon qildi. Lekin qizimizga choy ichirib qo'yilgan, lavzimizdan yenilishga bo'lmaydi deb ularning taklifini seliqlik bilan rad qilib etdi. Ular beshi tushgan holda ulug' kichik tinishib qaytib kelishdi. O'lmagan jonda umid bor, balkim bu chaqcha yumshab qolgandi, balalarning dardi yetar degan umid bilan bir haftadan keyin yana bordi. Gap ber, quloq ishki, boshqalarga ma'qul bo'lib bo'lgan desak, yuzinglarni ko'tarib yana keldinglarmi? Mening sizlarga qiziqarizim yo'q. Bundaq ahanatlar ularni qattiq bearam qilib etdi. Shundaq bo'lsa-mu, ular niyatidan yonmadi. Shu tapda ular balalari uchun har qanday balo qazoga yo'liqib qolsa-mu rozi edi. Qani, bu do'ram yana bir qitim berib baqayli. Xudoyim ko'ngliga insof berib, ma'qul bo'lib qolsa ajab emas. Unimisa bu ishni Xudoning o'ziga qo'yayli. Muhammadxon boy bu qitim ularni darvozadan kirgili qo'ymadi. Qo'lini shiltib varqirdi. Nomusni bilmaydigan qilinlar, makonsiz, qalandar, divonalar, o'zinglarning xilin tepinglar. Ular shu holda ana shundaq chekidan oshgan qabohatlik ahonatlarni anglasa-mu, lekin Anjamboyning faryod nolisiga chidamadi. Muhammadxon boyning oldiga yana bo'ynini qisib orqa-orqadan 7 qatim bordi. Lekin Muhammadxon boy yumshimadi. Niyatidan yanmay ularni tillab, haqoratlab haydavatdi. Oxir ular ilojsiz holda bu ishni Xudoning o'ziga topshirishga majbur bo'lishdi. Voy, bu nomussizlarni o'z holiga boqmay texi bizning Aysham xonimga ko'z olaytib yurganligini qaramamdigan. Tova, u tigi past, qapoq nochi bizning xilmizmidi? Qichqirsa e'tibor, tutsa sepi bor katta boy turib, amdiza odam topolmagandek o'tab teshib ashu baqvoy, To'xtxon qalandardek makonsizlarni qudam demdim. Tigi past, makonsiz qalandarlar. Lilla gap qilsang, mana oldimizda tuz turibdi. O'g'lining badanida erkak tuki bor. Yavaşni bo'za qilmaydi, yomondek bo'lmaydi. Shug'inisi tegi past, makonsiz qalandar avlodi, bizning xilimiz emas. Deganlar shundoq.
ipidirek yerden chiqsa obdan bo'ladi. Şoğunsi Ayşem xanımның ko'ngli tushib qapti. Qazoningning qaynishiga baq, balangning o'ynishiga tushib qapti. Qandaq ishning ko'ngli ekan, bundaq asan tushib qoldigan. Gepim gap. Tirik ko'mitimanki, undaq makonsiz soltakka qizimni bermayman. Perig'i beqib mo'r, saqalg'i beqib bur. Shundaq bo'lsa-mu, Ayşem xanımның samiga silib qo'ysak, ya pirim, ulug' xudoyim, ashu bir patman chashning o'rniga bir tal chashdak aql bersichu sizga. Nimishqa samiga silib yurmiz? Bala o'zimizning, tutsak qo'limizda, atsak alqinimizda, yomon yo'lga boshlamaymiz. Obdan kun ko'rsin deymiz-ku. Yana nima gap? Bo'ldi. Petitini qo'yayli. Vaqtida ili qozining o'g'ilga chetib qo'yib, boshni saqaytayli. Bermismi bay yaxshi, yemismi may. Vaqtida? Vaqtida. Mushu çarşamba kuni men sizlarga dedim-ku, gap bir quloq shikki. To'ydirmayla yog' ichida qilib o'tayli deb. Bo'lmasa, bala urkib ketadi. Poq yemaklik qilib, yuzimizni so'rin qiladi. Yana desam, yana shu gap. Voy xudoyim-ay, aldirab qolmamdiq. Bu degan to'y tursa, cho'ngroq qilarmiz, tayyorlik. Bo'ldi. Ular bilan putishib bo'ldim. Bo'lmasa, bugunla uyanliq qilib o'tayli degan. Kuy o'g'il bo'lg'ichi Ahmadxon tixi tog'dan kelmabdi. O'g'illikka keladi ekan. Shunga chorshanbaga to'xtaldi. Hozircha 10-20 odam orasida nikohla qildirmiz. Hashamatlikni keyin, nag'risnimi keyin, amriga o'tganda shariatmi, hukumatmi ega bo'ladi. Hech kishi o'ri-po'ri qila olmaydi. Bo'lmasa, u degan Anjambay, hazar aylang lukchakdin. İçide to'ng'iz qatiraydi. Tishiga tegiversang, har joyda joylaydi. Deydigan gap bor. Uning qo'lidan har balo keladi. Shunga g'emi bil, g'upla qilib etsak, boshsaqiydi. Jonda ko'z quloq bo'ldiganlar jiq ekan. U yerda kot-kot, bu yerda mishmish, fitna ichiga yesib qo'ydiganlarmi bor. To'la anglab bak zarda go'sh bo'lib ketdim. Odamning yuzini to'kib, ashu makonsiz soltak bilan kutunglashib yuribdimish. Hey aqlsizlik, o'z qadrini bilmagan nadan, ko'ygan juvonga attizki ay ko'rinimish, ammo makonsiz lukchakning nemisi arzigandi bu galvon qizimizga. Bu gaplarni xili burunla anglagan, to'ydirmay qiltaqqa tushiray deb uqmagan, bilmagan bo'lib, beshimni ichimga tiqib yurdim. Bo'lmasa, alla burun bir taraf qildigan gap edi. Fursat bo'lmadi. Amdi pichoq so'ngga yetdi. Vaqti o'tganda qilchani poqchap degan tamsil bor. Amdi qilmasak bo'lmadi. Bugun ujma saylisiga barg'ilib qo'ymsak, bo'zirib tatirib ketdi. Hammamning uyiga borman dedi. G'araz boshqa, ot aylaxonga, yo'l sarxonga. Qani orqasidan ketgan odam nima deb keldi? Hali anglaymiz taxi. O'zi bilib bo'lg'icha nikoh qildirib qo'ygan yaxshi. Shu chog'da boshsaq edi. Har ishqa pam qilmasak bo'lmaydi. O'zi uqmuson, har ishqa pam kerak, o'tkicham. O'tgan qitim ambalga ma'qul degan bo'lsa-mu, shu tapda mushu xapliqmi yo'q, bagmi bo'lib. Mavi xotinni, "Axunum ovqat qo'yda, qushnochim, apla, og'zimga nimalar kelyotdi? Hey, ahmoqning choy xaltisi. Ambalning g'arzi qizimizda emas, menda. Fuqamsar shuni, menda meni indak keltirib barg'u, hadanglar yurtiga yugan qilmoqchi." Bu degan boshdan oyoq opal, ko'y qapda shamol chiqsa bu yerda bo'ron chiqadi. Opal medirlasa Qashqar tavraydi. Opalni dastak qilib umrlik shahar so'rmoqchi. Ambalga quda bo'lib, ostida bag bo'lib chuqildig'icha beshimni igiz ko'tarib yurdigan gadoy bo'lg'unim ming martam yaxshi. Eliqo qizimizni bersak bag qiladi ekan, ambal qilsimi, podshoh qilsimi qizimni undaq do'zaxga tashlamayman. Undaq mansablarni qizimning bir tal chichiga tan qilmayman. Qizimning bir tamchi ishi meni go'r azobiga soladi. Qizini baglikka tegishatdi. Deydigan ahanatni go'rimga elib ketamanmi? Ambalning hiliqi boyvachisini demamdigan atkarchiligini uning tap tartmay tixi hiliqi bo'r qanjuqini qushqurtib Ayşem xonimni taltivatidi. İmanim 40 kez uçup ketdi. Tömür ağrını postları tıkıp üçey bağını çüvvettim. Nimek bolsam bolay dep toqumini qarnımga ilip elpazımı taza buzgan edim. Xudaga şükür. Ata bala ikisi şunun bilen ucuqdi. Bey qilmish tixi.
ilmi men qaysi bey qazidin kam Yağmurning kattalarımı meni görse atdan tushidi. İki qo'llab ko'rishidi. Bu yurtda men demisem qaysi bey, qaysi qozi mushkni pash, to'qini taq deyalaydi. İmammo men barmoqcha namozni boshlamaydi. Men ko'rmaguncha yurtdagi xamonlarmi usulmaydi. Meni ko'rsa cho'ng kichik yo'lni bekorlab, chatga chiqib qo'l bog'lab turishidi. So'rinning to'ri mening, menga yana nima lozim edi? Qizimning ko'ngli xush o'tsila bo'ldi. Başka hiç nimeden temayim yok. Xudaga bir can qarzım var. Başka g'imim yok. Zadi kızımız xush bolsala, kuni obdan o'tsala, men nima bo'lib ketsam-mu mayli. Qalendar bo'lib ketsam-mu mayli. Qalendar bo'lib ketsam-mu parvoyim pelek. Qizim azar yeydikan, men hammadan bizar bo'lman. Ma gaplari o'ng bo'ldi. Iliqidek tog'dan tash yumlatgandek al tag'il gaplari taza qamlashmagan edi. Qaysi gapim qamlashmabdi? O'zlari da'vat edilar. Qizimizning ko'ngli xush bo'lsa bo'ldi deb. Undaq bo'lsa, qizimizning ko'ngli tushgan mayli bor odamga uni buni demay ma'qul bo'lsak bo'lmamdi? Ko'ngli xush bo'lmamdi? Ambalnigo o'qir egiz qizimizni xo'rlaydi dedilar. Mayli bor odamni yaratmadilar. Qaysi gaplar rostkin bilmadim. Ay xotin, aqlsiz boshdan suvsiz qapoq yaxshi deb qaysi ulug' avliyo debdikin tang? Acab mı caydı deptiken. Ularının her ikilisi xilimiz emas, layıqımız mı emas. Qaranlar, öz layıqıda boluduğan bolsa, kızımızın dolusu aptap görüdü. Öz bəxtini tapalaydı, harlanmaydı. Navada o qaqqaş ambalga kızımızını kilinlikке bersek, çıqıl çuqulga uçurap qalsa, ularını oqur egiz. Hay deyelmeyimiz. Kızımız gör azabıdı qalıdı. Pilekke aldınıp xemekki qalımız. Sile degan yiliqi soltakka kelsak, u mu asla bo'lmaydi. Tegi pes odamlar. Hozircha qizimiz bang'osh ko'ngilning keyni kirib, qizigan bilan keyincha xo'vliq ko'rmaydi. Pasning qo'lida paslashib ketadi. Sha'nimizga dog' tushirdi. Ot o'qirga eshak bog'ilsak bo'lmaydi. Ili qozi bizning xilimiz, melimiz tang, zaminimiz mu tang, yuz obro'yimiz tang. Biz mu ularga teng kelalaymiz. Ular mu bizdan qilishmaydi. Bo'ldi, talashmayli. Kichilib qoldim. Xafa bo'lmanlar. Men chiqib yurt aqsoqollari bilan yana bir qatim maslahatlashib kelay. To'ydirmay qilishdan yo'lini qilayli. O'zi uqmuson, faqat chandurmayli. Çarşamba kuni xubdan namozdan yongan jamoatning oldida nikoh qilib ishni bitirayli. Kunduzi qilsaq palpatish gapki qilib ishimiz ish bo'lmay qoldi. Men ketdim. Ayshamgul cho'chib uzumtal barangning u beshidagi to'rikni yiniga o'tib o'zini daldiga ilib olishga aranla ulgurdi. Dadasi beshini yerdan ustun ko'tarmay qo'llarini keyni tutqunicha kashni kalapishib minib chiqib ketdi. Xudoga shukr, dadasi uni ko'rmadi. Navada u ko'rib qolgan bo'lsa, u chaqda Ayshamgul iza tartib o'zini qo'yg'ili yer topolmay qolgan bo'ladi. Dadasi Ayshamgulga bak amroq edi. Hozircha uni tillaganligini bilmaydi. U mu dadasiga bak ishnatdi. Yurakning yig'in yeydigan ashundaq zaharli gaplar bilan o'ziga shundoq sart ahonat haqoratlarni qilishni xiyoliga keltirmagan edi. Uning ustiga u dadasining hiliqi g'aybatlarini o'g'irliqcha anglab qoldi. Shunga u dadasining yuziga qarab silishdan izo tortib o'zini chetga ilib olgan edi. Ayshamgul izo alamga chidamay ko'zlari liqqida yoshga to'lgan holda esatib mishmish yig'lab nola qilishga boshladi. Ey tosh yurak dada, sizning bu haqoratlaringiz menga alam qilmamdi? Siz shuncha chechilib xafa bo'lg'idek men zodi nim gunoh qilibdiman. Uning bilan 7-8 qadam nerda turib, ancha-muncha mundishib qolamiz. Siz shuncha g'azablangudek qo'limning uchini tutqizmadim. Qizingiz sizning yuz obro'yingizni to'kkidak shuncha nomussizmi? Mal dunyosi bilan o'ziga tanglashgan odamga yotib qilinsa ko'ngli xushal o'tamdikan. İnsanning qadr-qimmati mal dunyo bilan o'lchanamdi. Hozircha mal dunyosi bilan tanglishalmasa keyincha tanglishatdi-ku. Ayshamgulning ko'ngil qozonida savollar qaynab ketdi. Qaynab oxirida dumlangan qozonning to'qimi ko'tarilib teshib ketdi. Yo'q dada, mening baxtim siz degan yerda emas. Men baxtimni o'zim topaman. Afu qiling, men sizni oxir rozi qilaman. Hozircha xafa bo'lsingizmi ilojim yo'q. Dadam niyatidan qat'iy yonmaydi ekan. Amdi ixtiyor o'zlarida qoldi. Ata chorshanba kuni xubdan namoziga azon tovlangan chaqda iliqi sungishda ko'rishayli.
Bu yerdan yiroqlarga ketayli. U patlangan saman qog'ozga yozilgan bu xatni xizmatchi ayolga berdi. Baxtxon acha, bu xatni egasiga topshirg'ayla. Xat shapa bo'lib qolmasin. Xo'p xonim, mendan xotirjam bo'lsizlar, ko'ngillarni to'q tutsizlar. Ishq azobini oson qilg'uchiga do'zax azobi haromdir degan aql bor. Bu azobga hech nima tang kelolmaydi xonim. Aksi tushdan keyin dadasi semiz bir erikni yetilab kirib hovlidagi bir tup qiri ujumiga bog'lab qo'ydi. Erikning dumbisini selidi. To'shni tutib beqib dumbisiga paqqada shapaloqlab qo'ydi. Andin o'ri bo'lib qo'yga yana birdan qarab qo'yib darvoza tarafga mandi. 3-4 qadam minib bir ish esiga kelgandek taqqida to'xtadi. Keyniga o'rilib o'tirgan yan uyga mundaqlab bir qarab o'tib beshini silgan edi. Texib bugun kiygan badam doppisi gadiniga surilib tutib olg'ucha yerga tushib ketdi. U doppini ilib chekib topsini qiqib o'tib kiyibla dalan uyga kirdi. Ichkarki uyga kirib ketib o'tib yana u turgan uyga lappada qarab qo'ydi. Ayshamgulning qo'liqi ding'ida bo'lib ichkarki uyga quloq salatdi. Dastlabda ular pichirlashdi bo'lg'ay, hech nima qilib bo'lmadi. Keyin dadasining yo'q, ulgurmaydi, navoydan akrayli degani anglandi. Dadasi yana chiqib ketdi. Hamrohlaridan ayrilib qolgan erik atroflariga qo'rqimsirab talmuratdi. Uzib ansiz maraydi. Mungilsiz toz beshini hadab ujumiga surkaydi. Birdamdan keyin mahalladagi qiri qassob kirdi. Erikni yishib, yon eshik bilan bog'ga yetilib chiqib ketdi. Ayshamgul birdam xiyol surib turdi. Mayli, nima qilsa qilmamdi. Qani ko'rimiz, vaqt kelsin qani. U eshikni taqadi. Yalang'ochlanib yuvindi. Sochlarini taradi. Tal qilib o'ridi. Sanduqni ochdi. Ko'ngliga yoqadigan yarshimli qora atlas ko'nikini kiydi. Qizil duxoviga yo'gab qo'ygan to'pchaq oltin zerini qo'lqiga, heliqi ko'k yoqut ko'zlik uzukni qo'liga soldi. Oq sadab gullik chazisini qisdi. Kiyim kechaklarini kichikkina bo'p qilib tangdi. Kech kirdi. Onasi bilan ikkisi billa o'ltirib g'izolandi. Bo'layotgan ishlarni bilmagandek, ko'rmagandek qiyofatda bahraman yuriyverdi. Dadasi xizmatchilarning bilib qilib shapi birib qo'yishdan ansirab, ularni neri-biri ishlarga buyurib etgan edi. Hatto urug' tuqqan qo'lim qo'shlarga mu xabar qilmadi. Uyda faqat onasi bilan xizmatchi ayol Baxtxonlar uyan-buyan paloqlab qozon bilan haplashyotdi. Kech kirdi, qorong'u tushdi. Birdamdan keyin ma'zinning xubtanga azon chillig'ini anglandi. Xubtandan yansa uni Eli qozining o'g'li Ahmadga nikoh qilib berdi. Yo'q, Xudoyim saqlasin. O'likimi uningga xotin bo'lmaydi. O'yla, tep-tinch odam ko'rinmaydi. Yana saqlashga bo'lmaydi. Bu putishgan vaqtning dal o'zi edi. U bo'pini qo'lga qistirdi. Yan eshik bilan bog'ga kirdi. Orqasiga qaradi. Uyda chiroq yonib turadi. "Xo'sh ana", dedi-da, o'ksib yig'lab saldi. Yosh tomchilari mang'izini bo'ylab oqdi. "Ah, qismat. Dadamning joyligi meni mushu kunga soldi. Maylim barga bermadi. Maylim yo'qqa zo'rladi. Undaq qazonga mundaq cho'mich. Mening uningdan boshqa ilojim bo'lmadi. Men mu odam, to'rg'ay emas. Qapsimda dard to'kib vichirlab yotmayman. Parvoz qilib uchaman. Yashash yo'lini topaman. Ko'nglimning ichlig'ini, baxtimning tepilig'ini Tangri panoh bo'ladi. Tog'da gulanchukum Anjanboy hamroh bo'ladi. O'zi o'ynab cho'ng bo'lgan bu bog'da nada olma anar, nada uruk shaptul, gul giya, nada eriq qirbar Ayshamgul obdan biladi. Hatto o't cho'plarmi uningga 5 qo'ldek ayon edi. Shunga u hech tamtirmayla so'ngichga yetib bordi. So'ngichning u tarafidan noiti past isqirtish anglandi. Ayshamgul "Ah shu", dedi. Yuragi qepidan chiqib ketgudek o'ynab ketdi. Bog'dan chiqish uchun bo'pini so'ngichdan sunib beray deb amdi qo'lini uzatishga bir nima uningga surkindi. Qo'rqinchda yuragi qartli qilib ketdi. U esiga kelib bo'lguncha bir it oldiga o'tdi. Shundala Ayshamgulning ko'ngli o'rniga tushdi. Bu it mushu hovlida tug'ilib cho'ng bo'lgan edi. Uni panturib qo'ymasa, Ayshamgul nagili borsa agish bo'ladi. Tushdan keyin uni topolmadi. Topalasidi bog'lab qo'yatdi. Endi qanday qilg'uliq? Apla yomon vaqtida kashlik qildigan bo'ldi. Mayli bo'pti. Agasa agishi versin. Bir yerlarga borganda yinib kelar. It qavmidi. So'ngishning u tarafiga qarab xirqirab to'xtab qoldi.
it Anjanbayni to'nib qolgan edi. Ular qarang'u yer beshidagi Xo'ja Qo'ndoq mazarining buloq beshidagi terak bo'stonga yetib kelganda Anjanbayning aksi Jumaxun 20-30 dak yigitlar bilan ularni saqlab turishgan edi. Juma masjidining imomi hozir edi. Imom nikoh qildi. Tuzga chilangan nonni ular tangla yeyishdi. Hammaning muborak bo'lsin deb ularni qutlashdi. Bola vaqiliq bo'lishi, inoq yashab, tang umr ko'rishi uchun duo qilishdi. Yana uzoq turishga bo'lmaydi. Bu yerdan tiz ketmasa, kashla chiqatdi. Pastda tambal ikki qirg'iz yigit 3 otni tutib saqlab turadi. Ular xo'shlashdi. Anjanbay bilan Ayshamgul to'ruq ayg'irga mingashdi. Ayshamgul unsiz mishildab yig'layotdi. Lekin Anjanbayning kari bo'lmadi. Atqa qamchi soldi. İtqavğanicha chepib ularga agashdi. At tuyoqlarining taq-tuq ovozi tun qorong'usida xili uzoqcha anglanib turdi. Bu yerda qolganlar mashrab o'ynab tongni atqizdi. 9-bob tugidi.